Misr haqida siz bilgan va bilmagan qiziqarli faktlar. Tish pastasi, taroq va sovun birinchi marta Misrda paydo bo'lgan. Shisha va sementni misrliklar ixtiro qilishgan. Kosmetikadan foydalanish birinchi marta Misrda boshlangan. Misrda pochta tizimi birinchi marta kabutarlar yordamida ishlatilgan. Dunyodagi birinchi vasiyat Misr fir'avni Xafrening o'g'li tomonidan yozilgan. Qadimgi Misrda erkaklar oq, ayollar esa qora kiyim kiyishgan. Hozirgi kunda Misrda ko'p arablar yashaydi. Pivo qadimgi Misr aholisining eng sevimli ichimligi hisoblanadi. Misrning deyarli hamma joyi cho'ldir. Misrda faqat bitta daryo oqadi, bu ham Nil daryosidir. Pariklarni misrliklar ixtiro qilishgan. Misrliklardan biri qiziga mashhur ijtimoiy tarmoq sharafiga Facebook ismini qo'ydi. Misr chizmalariga ko'ra piramida quyosh nurlarining ramzi hisoblanadi. Taxminan 5000 yil oldin misrliklar birinchi libosni yaratdilar. 22 yil davomida Kleopatra bu davlatning malikasi hisoblangan. Misr alifbosida 700 ta hierogliflar bor edi. Misr o'zining mumiyolari va piramidalari bilan dunyoga mashhur bo'lgan yagona davlatdir. Misr aholisi futbolni juda ham yaxshi ko'radi. Misrda ko'pxotinlik taqiqlanmagan, ya'ni bir nafar erkakka 4 nafar ayol bilan birga yashash ruxsati berilgan. Misr hukumati sayyohlarning fikrlarini himoya qiladi. Misr sivilizatsiya beshiga hisoblanadi. Yaqin vaqtgacha Misr sfinksining burni bor edi. U 1798-yildan beri g'oyib bo'lgan. Iskandar Zulqarnayn Misrda dafn etilgan. 1929-yilda Misrda birinchi haydovchilik guvohnomasi bir ayolga berilgan. Misr qishloqlarida devorlarni yorqin ranglar bilan bezash odat tusiga kirgan. Qadimgi misrliklarning makiyaji qora va yashil edi. Misrliklar o'ngdan chapga yozadilar. Misrda fir'avn vandalari deb nomlangan issiq buloqlar bor. Misrlik ayollar boshqa millat erkaklariga turmushga chiqish huquqiga ega emaslar. Misr aholisi juda kambag'al. Misr bir qum davlatidir. Misrda turmushga chiqmagan ayolning turmush qurgan erkak bilan muloqot qilishi mumkin emas. Miyaning birinchi tavsifi misrliklar tomonidan yozilgan. Misrdagi xudolar tabiat hodisalarining timsoli hisoblangan. Fir'avn Ramzesning misrlik mumiyosida pasporti ham bor. Pardoz qadimgi Misrda quyoshdan himoya qilish uchun ishlatilgan. Misr fir'avni Pepe o'z lavozimiga 6 yoshida kelgan. Qadimgi Misr piramidalari o'zga sayyoraliklar bilan aloqa qilish uchun qurilgan degan afsonalar ham bor. Qadimda misrliklar 3 ta kalendardan foydalangan va yana qadimda Misrda mushukni o'ldirish dahshatli jinoyat hisoblangan.